8-birinchi savol. 1 brom 2 metil butan natriy bilan reaksiyaga kirishi natijasida, tamom. 1 2 3 4 birinchi uglerodimizda brom, keyingisida metil radikali bor ekan. Natriy metal bilan virus reaksiyasiga kirishdi. Natriy galogenlar o'ziga biriktirib oladi, 2 barobar ortadi. Uglerod atomlar soni 6/5 marta kamaygan bo'lsa, ikkilamchi, ya'ni birlamchi uglerod atomlar soni 6/5 marta kamaygan bo'lsa, ikkilamchi uglerod atomlar soni qanday o'zgaradi deb. Sonlarga e'tibor beramiz. Birinchi navbatda birlamchi uglerodlarimiz 1 2 3. Xo'p, bu yoqda esa 6 ta ekan. Birlamchi reagentlar qismida, mahsulotlar qismida esa 4 ta ekan. 6/5 marta kamaygan deyapti. Bizda hech qanaqa reaksiyaga bog'lamaymiz. Endi nima qilamiz? Tuzuvchi tomonidan e'tibor beramiz. Fikr ojizimcha 6/5 marta, ya'ni 6 ta birlamchi uglerodlarimiz 6 ta bo'lgan dastlab. Keyin 5 ta bo'lib qolgan deyapti shartida. Shuni qo'yiladim. Shartiga to'g'rilasak, agar reaksiyada qaraydigan bo'lsak, 6 taga 4 ta to'g'ri kelib qolyapti. Sal mana shu joyda mantiqni ishlatishga to'g'ri keladi. Endi mana bu sonni biz tuzuvchi bergan sonni o'zidan foydalanamiz tayyor son sifatida. Dastlab 6 ta bo'lgan ekan, keyin 5 ta bo'lib qoldi. Ya'ni reagent tarkibidagi har bitta birlamchi yo'qolgan birlamchi uglerodimiz ikkilamchi uglerodga aylangan degan ma'noda fikrlab olamiz. Keyin ikkilamchi uglerodlarimiz. Mana bu ikkilamchi uglerod. Dastlab bitta molekulan tarkibida bitta, lekin bizda ikkita molekula bor. Ikkita molekulan tarkibida ikkita bo'lgan. Keyin bittaga ortadimi? Albatta. Keyin esa 3 ta bo'lib qoladi. Birlamchi uglerodlarimiz 6/5 marta kamaygan bo'lsa, ikkilamchi uglerod atomlar soni qanday o'zgargan deyapti. Dastlab 2 ta bo'lgan ekan, keyin 3 ta bo'lib qoldi. Ya'ni ortganmi, kamayganmi? Qanday ortgan? Necha marta ortgan? Shuni so'rayapti. 3/2 marta ortgan bo'lsa, 1,5 ga teng bo'ladi. 1,5 marta ortadi. Javobimiz C.